Salom bolalar. Bugun bizning mavzumiz qaldirg'ochlar mavzusi. Bunda darsdan bizning maqsadimiz yangi mavzu yuzasida bilim va malaka hosil qilish, tabiatni sevishga, himoya qilishga, o'simlik, hayvonlar, qushlarni ham himoyalashga va sevishga chaqirish. Atrof muhit, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni kelajak avlodga bartarovati bilan yetkazib berish har birimizning burchimiz. Atrof muhit deganimiz nimada? Bu jonli va jonsiz tabiat. Jonli tabiatga nimalar kiradi? Jonli tabiatga o'simliklar, hayvonlar, qushlar, bularning hammasi jonli tabiat bo'lib hisoblanadi. Jonsiz tabiatchi, jonsiz tabiatga osmon, yer, suv, tuproq, tosh, bularning hammasi jonsiz tabiatga kiradi. Jonli tabiat bilan jonsiz tabiat bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun biz tabiatni sevishimiz va himoya qilishimiz kerak. Masalan, biz kundalik ishlatayotgan suvimiz, uni tejab tergab ishlatishimiz kerak. Tabiatdan olayotgan foydali qazilmalarni ham tejamkorlik bilan ishlatmasak, ular ham bizdan keyingi yosh avlodlarga yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun tejab tergab ishlatishimiz kerak. Mana bu rasmga qaraylikchi. Bu rasmda sizlar nimani ko'ryapsizlar? Bunday vaziyatda siz qanday ish tutgan bo'lar edingiz? Mana bu bola daraxtni sindirib tashlagan. Mana shu bolani qilgan ishi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Biz boyaginda aytib o'tdik. Daraxtlar, o'simliklar havoni tozalaydi, bizga toza havoni chiqarib beradi. Demak, bu bolaning qilayotgan ishi to'g'rimi? Albatta yo'q. Biz daraxtlarni sindirishning o'rniga daraxtlarni ko'paytirib ekib, ularni parvarishlab, ularni sug'orishlab, ularni yaxshi o'sib ketishi uchun sharoit yaratib berishimiz kerak. Endi bugungi mavzumizda biz qaldirg'ochlar haqida gaplashamiz. Xo'p, qaldirg'ochlar qanday qushlar? Siz o'zingizni yashayotgan shahringizda qaldirg'ochlarni ko'rganmisiz? Sizning uyingizda qaldirg'ochlarning ini bormi? Qaldirg'ochlar chumchuqsimonlar turkumiga mansub qushlar bo'lib, ularning bir necha o'nlab turlari mavjud ekan. Ularning tuzilishi qanday? Qanotlari uzun va tor, oyoqlari kalta, deyarli yura olmaydi. Yerga faqat ini uchun material to'plashgagina tushar ekan. Qaldirg'ochlar yer yuzasida Arktika va Antarktidadan boshqa hamma qismida tarqalgan. Ya'ni qaldirg'ochlar sovuq o'lkalarda yashashga umuman moslashmagan qushlar. Mana bu rasmga qarab qaldirg'ochlarning tuzilishini ko'rib olishingiz mumkin. Qaldirg'ochlar mart oyida uchib keladi. Mana hozir o'lkamizda bahor fasli, demak qaldirg'ochlar uchib keldi. Ular aprel, may oylarida in quradilar. Qaldirg'och inini ko'pincha yarim doira shaklida, jun va har xil xas-xashak aralash loydan yasashadi. Ular avvallari qayerda yashagan bo'lsa, keyingi yili ham shu uyiga yana qaytib keladi. Shu uyini yana qaytadan yaxshilab o'zlari to'g'irlab, tuxum ochishiga tayyorlab olar ekan. Ular yiliga 1-2 marta 4-6 ta tuxum qo'yar ekan. Tuxumni 14-16 kunda ochib chiqadi. Qaldirg'ochlar avgust oyining oxirlarida oilali bo'lib, keyin sentyabrda kun endi soviy boshlaganda yana qaytadan issiq o'lkalarga uchib ketadi. Qaldirg'ochlar xosiyatli qushlar bo'lib hisoblanadi. Masalan, biz ham uyimizda qaldirg'och inini ko'rsak, qaldirg'och bizga quvonch olib keladi deb
Burundan bizni ota-bobolarimiz shunday so'zlarni aytib kelishgan. Mana bu rasmga qarab, mana ko'rib olishingiz mumkin. Ona qaldirg'och bolalariga oziq-ovqat olib kelib beryapti. Mana uyning tuzilishi ham yarim aylana doira shaklda tuzilgan. Endi bugungi mavzum sizlarga tushunarli bo'ldimi? Endi sizlarga savol: qaldirg'ochni ta'riflab bering. Uyga vazifa esa qaldirg'och rasmini chizish.